Assalomu alaykum hammaga. Hamma blogerlar biladi. Hamma blogerlar shunaqa qiladi. Endi boshqalarni bilmadim. Menda shunaqa, men tanishlarimda shunaqa. Rossiyada yoki O'zbekistonda yoki biron nimada aldanib qolganlar bo'lsa, puliga yoki bo'lmasam biron narsasiga aldanib qolgan bo'lsa, blogerlarga murojaat qilsa, biz birinchi qiladigan ishimiz ikkala tomonni eshitib, nima bo'lganini bilish bo'ladi. Menda doim men aldandim, pulim olib qo'ydi, bo'lmasam oyligimni bermadi, bo'lmasam qarz berib qo'ydim, olish bermadi, u bo'ldi deb murojaat qilgan ayollarga ko'proq yordam beraman, erkaklarga unchalik emas, chunki o'g'il bolalarning ishiga o'zi hal qilib olish kerak. Erkaklarda, ayol bo'lsa albatta yordam beraman qo'limdan kelguncha. Yaqinda ham xuddi shunaqa bir hodisa sodir bo'ldi. Bu ayol rosa qiynalgan, haqiqatan umrini ko'p vaqtini azob chekish bilan o'tkazgan ayol bo'lganligi uchun uni eshitib ko'rdimda va men rahmdilligi, mehribonligini bilganim uchun ham yordam bermoqchi bo'ldim va men o'sha odam qarz olgan odamni telefon raqamini berdi. U ayol gaplashib bering, telefonni ko'tarmayapti, bir oydan beri ignor qilyapti, ko'rib ko'rmaslikka olyapti deganim uchun odamga telefon qildim va men albatta o'zimni tanishtirdim va u ayolni ismini aytib, shu insondan qarzingiz bor ekan, shuni qachon bermoqchisiz yoki qonuniy chora ko'rish kerakmi sizga deb u insonga aytganim bilaman, baqir chaqir. Keyin lichkasiga yozdim, adresini berdi, adresimni berdim. Keyin kimligimni tanishtirdim, yaqinroq bloger ekanligimni bilish uchun va menga aytdim, sizga o'xshaganlarni men o'zi kinoga olib yuraman, ehtiyot bo'lib, chiroyli gaplashavering men bilan desam, telefon qilib salom yo'q, alik yo'q, endi u paytda gaplasha olmayman, birozdan telefon qilaman, yonimda odam bor dedi. Keyin telefon qilib salom yo'q, alik yo'q, nima bo'ldi, nimaga degan yo'q, utachnit qilish yo'q. Am yana bu yoqqa o'tadi, onang am jalab boshqa gap yo'q. Faqat la. Xohlasanglar interesni bo'lsa ovozlarni ham qo'yib beraman, jinni bo'lib qolasizlar. Odam o'zi jinni odam, boshqalar ham jinni deb o'ylagan. Keyin men bu odamning Instagram sahifamga jabr ko'rganlar bo'lsa deb yozsam, haqiqatan bu odamning o'zini kasbi ekan bu inson shu ish bilan shug'ullanar ekan. Yangi kasb paydo bo'libdi. Sankt-Peterburg, endi Rossiyaning hamma joyida bo'lishi mumkin, ko'pchilik bilmaydi. Hurmatli erkaklar, xotinlaringizni taksiga chiqarayotganda iloji bo'lsa borgandan kelgancha telefonda gaplashinglar. Chunki xotinlarni yo'ldan uradiganlar ko'payib ketibdi. Yaxshi gapirib, yo aka-singil bo'lib olib, keyinchalik pastelga tortar ekan, yo bo'lmasam mehribon kimnidir yoqib olib, uhajorni yoqib olib, baribir oxir-oqibat bitta maqsadi gol urish ekan. Endi o'zingizlar tushundinglar, qog'ozga ko'rib aytyapman. So'kinmay deyapman, chunki yosh kattalar ko'radi, ko'pchilik menga so'kinmay iltimos degani uchun aytyapman, onasi jalablar shunaqa qilib olar ekan, короче. Ketib qoladi baribir hayotda. So'kinib qo'yishi mumkin, asam buzilib qolyapti. Buni kasbi shu ekan, bu ayollar chiroyli o'ziga qarab yurgan normal ayollarni mashinasiga mindirib, gapirtirib, qalbidan sekingina joylarganda, yaxshi inson sifatida o'zini ko'rsatib, obed-pabetlarga olib borib, bo'lmasam kechki payt olib chiqsa ishxonasidan taksida ishlab, keyin nomerni отдельно olib, shaxsiy voditelь bo'lib olishga harakat qilar ekanda, keyin o'zini muomalalarini aytishni boshlab, keyin pul olishni boshlar ekan. Keyin men uni rasmini qo'ygandan keyin bir ikkitasi yozdi menga, ha bo'lgan shunaqa deb, keyin batafsil ayting, iltimos sizdan gaplashsak bo'ladimi desam, cho'rniga tiqpashadi. Bittasi keyin yozdiki, yo'q, ayta olmayman, men oilali ayolman, menga problema kerak emas deb, u ham cho'rniga tiqtashadi. Faqat bitta shu berib qo'ymagan ayolgina dangal to'xtayapti, chunki ayol bu bilan yotib turmagan, pastel bo'lmagan. Shuning uchun u xotin men bu odam bilan yotib turish uchun yoki o'zimga o'ynash qilish uchun gaplashmadim. Bu inson menga o'zini yaxshi inson, Alloh tanigan inson, qiynalgan, bolasi 5 ta bolasi borligi uchun men rahmim kelib, addushi haqiqiy inson sifatida xolis yordam berdim Allohning yo'lida. Men bu odamdan hech narsa kutganim ham yo'q, qanaqadir maqsadim ham yo'q edi bu odam bilan deb. Lekin bu ayol u odamning maqsadini tushunmagan. U odamning maqsadi bu ayolni bir qoqib qo'yib, keyin yo pulni bermay pashol naxoy deyish bo'lgan, yo bo'lmasa dalshi pul olishni davom ettirish bo'lgan. Keyin bu insonni men o'sha qaysi yo'nalishda ishlashini bilib qoldim. Men u odamga yomon gapirganim yo'q. U meni so'kib haqorat qilib, "Voy, yerga uryapti. Adresingni ber" deydi. Adres bersang, soat 1 da telefon qilib boryapman. Boraman hozir deydi. Soat 1 da, soat 12 da telefon qiladi. Xohlagan telefon qilib haqorat qiladi. 3 kundan beri holat shu. Oxiri cho'rniga tiqib qo'ydim. Birinchi suhbatlashganimizda Telegram bilan, WhatsApp bilan, Instagramdan cho'rniga tiqib qo'ydim, chunki gaplashishga foydasi yo'q odam bilan. Haqoratdan boshqa narsaga o'tmaydi. Faqat haqorat, yerga urish, jalabdan olib jalabga solish. Men u odamga jalab deganiga chora ko'rdiraman. Bu hamma narsa qonuniy bo'ladi dalsiga. Endi u odam o'zicha borib meni zaявление qilib ekanmish, tipa men undan pul vumagat qilibman. Men lekin hamma gaplarimni zapis qilganman. Hech qanday u yoqda men undan pul so'ramaganman. Har suhbatimda ayolning pulini qachon
qachon berasiz deganman men unga. Menga pul bering yoki meni pulim yo bo'lmasam boshqa so'zlardan foydalanganim yo'q. Любой tilda tarjima qilsanglar ham bu o'z isbotini topadi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Maqsad bu videodan ehtiyot bo'linglar. Hurmatli ayollar, kimdir sizlarga chiroyli gapirib, yaxshi gapirib, bo'lmasam 350 so'mga bitta osh bersa, olib bersa, obedchaga non joy tekin, hozir oshlar arzon. Obedda, или ужинda, Peterda ayniqsa 350 so'mga komplekt ovqat beryapti, kombo qilib. Ishani voy bu yaxshi inson ekanda, bitta obedga 30 mingga, bitta obedga 50 mingga, bitta obedga 100 mingga tushib yurmalaring, aldanib qolib, keyin hamda yig'lab kelsanglar, meni o'zimga problema orttirib olib, bu bilan tortishib, 3 kunlab so'kishib, shunaqa so'kyapti, jinni bo'lib qolish mumkin. Endi men hozir bolalarimni qo'yib ketadigan odamim yo'q. 2 yosh bolam bor. Bularni qo'yib ketadigan odam yo'q bo'lsa, bularni qo'yib ketadigan odam bo'lganda borib talpacha qilib kelardim. Hozir vaziyat men uchun nito, o'shaning uchun talpacha qilishgan vaqtim yo'q. Shuning uchun o'tirib qog'ozbozlik qilib chiroyli hal qilaman deyapman bu narsani. 3 kundan beri va'da beradi ayolga, pulini beraman deb, lekin hali pulni olib borib bergani ham yo'q. Nariga ket. Yangi kasb endi bu. Qanaqa kasb? Meni maqsadim xalqni nima qilish, nima deydi, ogohlantirish. Men u ayolga yordam beraman deb menga masalan kimdir nimadadir muammoni shartqa bermoqchi bo'lsa, albatta pul so'raydi. Menga palon so'mini berasiz, yo bo'lmasa menga foizini berasiz deydi. Men hech kimdan hech narsa so'raganim ham yo'q. Meni maqsadim hech qachon kimgadir ayollarga yordam berish bo'lgan bo'lsa, pulini olib yordam berish bo'lmagan. Pulini olishim mumkin, qachon dokument yoki biron narsa bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan moliyaviy chiqimlari bor narsalarga yordam beraman. Telefon qilib razgovor orqali biron muammoni hal qilish kerak bo'lsa, hech qachon hech kimdan bir tiyin pul olmayman, chunki u dunyoni ham o'ylash kerak, yaxshilik qilib turish kerak. Yordam bergan odamlarim biladi, men hech qachon hech narsadan unaqa oddiy telefonli razgovor yoki qanaqadir pul olib berishlarda birovdan bir tiyin olmaganman. Keyin nima deydi, ayollar ko'pchiligi qo'rqqanligi sababli ham bunaqa vaziyatlar bo'lsa, indamay ko'zini yumib Alloh yo'liga deb ketyapti. Shunaqa sho'stray nimalarni qo'liga tushib qolsanglar, eplab bitta gol urib olsa bo'ldi. Keyin faqat pulinglarga aldanib qo'rqqaninglardan men bilan yurgansan, pul bergan bo'lsang ham deb qo'rqizib ko'p ishlar qilib yuborish mumkin, chunki bu odam birinchi marta bo'shlik qilayotgani yo'q. Men bu narsani bildim, tan olmadi u odam, lekin men bildim. Bilganim sababi, sizga bitta odam muammo bilan telefon qilyapti. Bu meni birinchi marta bunaqa pul oldi berdisi bo'yicha telefon qilishim emas. Men yuzlab odamlarga telefon qilganman va ko'pchiligi почти 90% hech qaysi agressivniy bunaqa amga olmasdan, ha bo'lgan shunaqa senim bo'ldi, men sizni tushundim, shunaqa vaziyatim og'ir bo'lib qoluvdi. Imkoniyatim yo'q edi, bo'ldi, men sizni tushundim. Uzr lekin deb million marta kechirim so'rab odamlar pulni berishgan. Menda birinchi marta bu voqea sodir bo'lishi, men shokdaman. O'zi pul bergan odam, yaxshilik qilgan odamni ham jalabdan olib jalabga solyapti. Bu yoqda men ham jalabdan olib jalabga boryapman. Bizning aybimiz shu odamdan shu bergan pulni so'raganimiz bo'ldi. Boshqa hech qanday aybimiz ko'rganimiz yo'q. Bu odamga nito gapirganim yo'q. Agar davay qo'y, eshitaylik nima bo'ldi suhbatinglar desanglar, qo'yib eshittirishim mumkin. O'zingizlar baho berasizlar. Короче, jinni bo'lib qolish mumkin. Ehtiyot bo'linglar shunaqa odamlardan. Bu odam bilan men hali talpam tugamadi. Bu odam ko'tini kovlasang, hamma ayblar kelib chiqadi. O'zi poddelka pravalar qilib, pasportlar qilib, Yandexda ishlagan ekan. Keyin ko'p ayblari bor, короче. Ko'tini kovlab yo'lni ko'rsatib qo'yaman bu odamga.